Hozirgi aynan bizni sezonimizga, issiq kunlarimizda xo'jaligimizdagi agarotimizni sug'orish uchun, demak, poliz ekinlarini sug'orish uchun, uy uchun juda ham qulay bo'lgan mana shu nasoslarimiz. Bu motoblogimiz ham 7,5 ot kuchi, 170 motor. Balonlar 90 gradusga buriladi. Buning narxi 3,3 ming so'm. Qo'ylarimizni yunlarini olishda, ya'ni ularni biroz kaltalatib, yozgi holatlarga mos, ularni yengil qilish uchun kerak bo'ladigan mana shunday soch oladigan, ya'ni jun oladigan apparatlarimiz. Nima uchun aynan shu shurpayorimiz arzon? Bizga ko'proq instrumentlar keladigan bo'lsa, baribir odam baribir ustalardan kelib so'ragani afzal. Chunki qachonlardir buzilgandan keyin uni tashlab yuborgandan ko'ra remont qilgan ma'qul. Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga xayrli kun. Bugun xudo xolasa sizlar bilan barcha erkaklarda uyida kerak bo'ladigan mana shu instrumentlarimiz, bolgarka, texnikalarimiz, mana bu o't uradigan apparatlar yoki boshqa yana shurpayor, drill, mana shunga o'xshash juda ham ko'p texnikalar bilan bugun quloq obzorlarimizni qilamiz. Aynan sizlar uchun aziz do'stlar, demak, hamma erkak ham usta emas, lekin o'zlari uyida texnika ishlatishni yoqtirishadi. Shuning uchun sizlarga bugun ana shu texnikalar eng yaxshilarini aynan ustalardan so'rab bilaveramiz. Undan tashqari ba'zi texnikalarning narx-navolaridan qo'limizdan kelgancha sizlarga tushuntirib, ko'rsatib, aytib o'tib etishga harakat qilamiz aziz do'stlar. Demak, Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi ana shu texnika bozoridamiz hozir sizlar bilan. Uni ichki qismlarini ham ko'rib chiqamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Bu yerda yana ham ko'proq assortiment, ya'ni bizga hozir ayni kerak bo'lib turgan ana shunday ajoyib motobloklarimiz va tepada mana yuqori qismda o't o'radigan apparatlarimiz mavjud ekan. Hozir mana usta akalarimiz syomkaga tushishni istashmadi, shuning uchun ularni mana yonimizda turibdilar. Ular biz so'rayveramiz, ular informatsiyalarni beraveradi. Demak, aziz do'stlar, aka, mana shu aynan hozir ko'rib turgan motoblogimizning narxlari qanday ekan? Bu motoblogimizning narxi 3,8 ming so'm. Texa, Germaniya texnologiya, 7 ot kuchi, 170 motor. Mana bunisi bor. Bu tomonda ham bor aziz do'stlar. 7,5 ot kuchi, Rekord firmasi. Bu motoblogimiz ham 7,5 ot kuchi, 170 motor. Balonlari 90 gradusga buriladi. Buning narxi 3,3 ming so'm. Ichida puluklari bilan komplektida bor. Freza pichog'i 4 qatorlik. Yaxshi. Aka, endi bu yerda o't uradigan apparatlarimiz juda ham ko'p ekanda, biz ichidan bitta eng xadovoyini narxini aytaylik, xarakteristikasini tushuntirib beraylik odamlarga. Ya'ni mana bu xo'jalikka ishlatiladigan oddiy bir haligi o't o'rg'ichimiz bittasini firmalari bilan aytib bir og'iz. Bu kasilkalarimiz narxi 500 ming so'mdan boshlanadi, 750 ming so'mgacha bor. Ichida yaxshilar o'rtacha rozg'orboblari 550 ming so'm. Ichida aynan qaysi biri shu 550 ming? Nargi tomonda birinchisi. Demak, mana bu yoqdagisi. Ko'rib turganimiz demak eng xadovoyi. Baykal firma brendi. Baykal firma. Demak, buni ishlatish jarayonlarini ham bitta tushuntirib o'taylik-da odamlarga. Ishlatishi toza benzinga 50 gram avtol benzinga moy aralashtiriladi. Uchidagi reduktoriga solidor qo'yiladi. Yangiligida yarim soat zavod qilib qo'yiladi. Buni motori 44 ga 5, eng katta gilza porshunda. 3 ta nasatkasi bor. Keyin zavodni o'yi qo'shib beriladi yana ichida. Tushunarli. Mana bu yerda o't maydalaydigan apparatimiz ham bor ekan, Drabilkamiz ham bor. Drabilka. Buning narxlari necha pul ekan? Bu drabilkalarimiz 2,5 million so'mdan boshlanadi. 2,5 million so'mdan. 2,5 million so'mga bor, keyin 3,5 million so'm oxirgi narxlar. 3,5 million so'mga universal Xitoy. Chista zavodskoy. Yaxshi. Demak, qarang, boyagi ko'rsatgan o'sha xo'jalik bob deb aytgan o't o'radiganimiz bu remontga ham kam keladi, demak. Tushunmaydigan inson uncha ishlatib o'rganib ketaveradi shunday. Yaxshi. Demak, aziz do'stlar, biz ichkari qismga kiramiz. Ichkari qismda yana ham ko'plab texnikalar mavjud. Qani yuring aka, ketdik. Hozirgi aynan bizni sezonimizga, issiq kunlarimizda xo'jaligimizdagi agarotimizni sug'orish uchun, demak, poliz ekinlarini sug'orish uchun, uy uchun juda ham qulay bo'lgan mana shu nasoslarimiz. Hozir akamiz, sotuvchi akamiz mana shu haqida bizga qo'shimcha ma'lumotlar beradi. Qani aka, boshlayvering. Bu gulubinкamiz 25 lik. Suvni ichida turadigan gulubinka. Agorot, kichkina agorotlar bo'lsa, agorot sug'orsa bo'ladi. Keyin hovliga suv sepsa bo'ladi. Bironta bachok bular bo'lsa, bachoklar to'ldirib beradi. 1 soatiga 2-2,5 tonna suv chiqarib beradi. Paploklari bor. Suv tugab qolsa avtomatik o'chadi. Keyin o'zini kabeli bor.
10 metr chiqadi. 8-10 metr so'm chiqadi. Keyin buni obmotkasi medniy. 6 oy garantiyasi bor. 6 oyning ichida mana ko'plar garantiya beradi. Oddiy servis, usta haqqi tekin deydi. Bunda almashtirib berishga garantiya. Buzilib qolsa, masalan, ochib o'tirilmasdan yangisiga almashtirib beriladi. Narxi 500 ming so'm. Obmotka 100%miz, 6 oy garantiyasi, almashtirib berishga garantiya beriladi. Arzonlari bor, 300 mingdan boshlanadi. 300, 350, 400 largacha Demak, ham bor. aynan ko'rib turganimiz narxlari 500 ming so'm. 500 ming so'm. Almashtirib berishgacha garantiyasi bor. Demak, qo'shimcha ma'lumotlar uchun aziz do'stlar, ekranda raqamlar bor. Bemalol aloqaga chiqib so'rashlaringiz mumkin aziz do'stlar. Demak, keyingi instrumentimiz bilan ham, ya'ni aynan hozirgi hadovoy bo'lganlari bilan ham demak davom etamiz tanishdi. Qo'ylarimizni yunlarini olishda, ya'ni ularni biroz kaltalatib yozgi holatlarga mos ularni yengil qilish uchun kerak bo'ladigan mana shunday soch oladigan, ya'ni jun oladigan apparatlarimiz. Og'irgina ko'rinishlaridan mana shunday ajoyib qutilarda bo'ladi. Demak, qutimizda komplektimizda mana ko'rib turgan mana shunday ajoyib nasatkalarimiz, qo'shimchalari bo'ladi. Mana apparatimizni o'zini ko'rinishlari. Demak, undan tashqari uni moylaydigan mana shunday bizda idishimizda moylarimiz bor, qo'shimcha shotkalarimiz tozalash uchun. Undan tashqari mana bu yerda motor qismini shotkasi. Motor qismini shotkalari, demak, yangi boshlayotgan insonlar uchun perchatkalargacha mavjud. Demak, mana shunday to'liq komplekt holatda bo'ladi. Aynan ko'rib turgan apparatimiz. Endi eng qiziq tomoni bu apparatimiz narxlari. Ustaga, bu Ubay brendli qo'y mashinka narxi 580 ming so'm. Mana shu ichida 80 ming so'mlik ichida nasatkasi komplekt. Отдельно 80 ming turadi ichidagi nasatkasi. Qo'shib beriladi ichida. Kulichlari almashtirish uchun kulichlari chiqadi. 2800 оборотda ishlaydi. 450 voltli, 450 wattli aka bu. 220 tokka ishlaydi. Tagida skorishlari bor. Baland past qilib ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerda skorislarimiz mavjud ekan. Buni ham 3 oy servis kafolati bor. Demak, bular sifatli shu jun oladigan apparatlarimiz. Endi bunda narxi biroz arzonlari ham bor, agar narxi qimmatlik qiladi degan insonlar uchun, to'g'rimi aka? Shunday. Yoki bular ham biroz kelishtirilishi mumkin, to'g'rimi? Raqamlarga aloqaga chiqib so'ragan insonlar uchun albatta, yoki manzillarimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi mana shu texnika bozoriga bemalol aziz do'stlar tashrif buyurib, o'zingizga yoqqan texnikani aynan o'sha sohani ko'p yildan beri ishlab kelayotgan savdogarlardan olishingiz, yoki bu yerda ustalar ham mavjud, hatto ustalardan ham boyagidek maslahat so'radik. Xuddi shunday maslahatlar so'rab ishonchlisini olishlaringiz mumkin. Yana eng qiziq tomoni garantiyalar mavjud. To'liq barcha texnikalarimizga. Yana endi keyingi texnikaga o'tsak aziz do'stlar. Demak aziz do'stlar, mana ustaxonalarimizning bittasini ichki qismiga ham kirib oldik. Demak, aynan shu ustaxonamizda egalari mana shu akamiz ekan. Aka, ismingiz? Ibrohim aka, ismim Alisher, Alisherbek YouTube kanalidamiz. Xudo xolisa tanishganimizdan xursandmiz. Demak, aziz do'stlar, demak, har bitta erkak uyda ishlatadigan mana shu ko'rib turgan instrumentlarimiz, jihozlarimiz aynan shular haqida, ularning eng yaxshi firmalari va ularning ichidagi ham eng yaxshilari, sifatlilari haqida va remontga kamroq keladigan o'sha instrumentlar haqida ham hozir akamiz bizga ozroq so'zlab beradilar. Marhamat, ozroq gapirib bersangiz mana shu narsalar haqida. Assalomu alaykum, avvalambor bizga mana shu instrumentlar sohasi bo'yicha o'zim 12 yildan beri olib boraman. Ustachilik, sotish, remont qilish, arendaga instrumentlar berish bo'yicha. Shu bizda instrumentlar bor, lekin hozir kam qoldi. Lekin bizda shunaqa brendlar bor. Har bir brendning ichida yaxshi narsasi bo'ladi. Keyin oddiyroqlari ham bo'ladi baribir. Uning ichida bu bir narsani maqtagani bilan hamma narsa zo'r chiqdi degani emas. Bizga ko'proq instrumentlar keladigan bo'lsa, baribir odam baribir ustalardan kelib so'ragani afzal. Chunki qachonlardir buzilgandan keyin uni tashlab yuborgandan ko'ra remont qilgan ma'qul. Bizlarda bor, masalan, aka, qaraydigan bo'lsak, Eramax firmaniki bor, Chrome firmaniki bor. Еще bizga Veloniki bor, Jexoy firma yo'q, yaqinda chiqqan Rekord firmalarniki bor. Ulardan zapchastdan muammo yo'q. Ishlatadi inson, masalan, bir sezon ish bo'lmaganda, bir sezon bir mazza qilib ishlata oladi-da. EPA firmalar bor, lekin ular qimmat yuradi, brend, lekin ular ham juda zo'r. O'zlarining servislari bor, bizlar ham uni remont qilib bera olamiz. Instrumentlar bor, o'zimiz shu narsalarni zapchastlarini yetkazib beramiz, servis xizmat ko'rsatib beramiz aka. Qo'limizdan kelguncha xizmatdamiz. Qanaqangi agar instrument oladigan bo'lsa, xaridorlar kelsa, maslahat so'rasa, qo'ldan kelguncha maslahat beramiz. Instrumentlari kelib qolsa,
remont qilib beramiz. Ancha muncha zapchastlarimiz bor, yetkazib beryapmiz, Xudoga shukr. Nu kelishadi xaridorlar, shu maslahat beramiz. Buni olasan, erta xizmat qiladi, ertaga topib olasan. Qaysidir narsalarni oladi, shu bilan uyda chang bosib yotadi. Bir arzimagan 50 ming, 20 ming zapchast chiqmasa ham korpus sinadigan bo'lsa, bo'ldi. Shu bilan yotadi u narsa. Shuning uchun qo'ldan kelguncha avvalambor bizda agar qimmat yo boshqacha narx chiqadigan bo'lsa, bozorga nisbatan biz maslahat bergan narsani boshqa yerdan arzon olsin mayli. Lekin ertaga buzilib qolgandan keyin kelib zapchastini topib olish kerak. Chunki 1 millionga olgan instrumentni 100 minglik narsasini tashlab olish bo'lmaydi. Bozorga kiradigan bo'lsa, boshqa qanaqadir firmalarni ko'rsatadi-da, bo'laveradi, yo'q. Bo'laveradi emas. Qimmat firmadan ham 50 ming, 100 ming foyda ko'rishadi ular, arzondan ham. Arzonni ko'p sotishadi-da. Lekin sal qimmatroq yaxshi firma olish kerak. EPA, yo bo'lmasam Crown firmasi, yo bo'lmasam hozir Grandfar bor, Eramax bor, Rekordlar. Hozir shu firmalar. Firmalar ham ko'payib ketgan, lekin yaxshi firmalarni olgan ma'qul deyman men. Chunki ertaga biz uni uверенный qilib bera olamiz-da. Kelgan insonga remont qilib jo'natamiz, ertaga baraka topadi yana aka. Demak aziz do'stlar, mana suhbatimiz ham qizib boryapti. Demak, aynan misol uchun shurpayor yoki aynan bolgarkani men sotib olayotganimda qaysi jihatlariga ko'proq e'tibor berishim kerak? Ya'ni aynan qaysi firma, qaysi turidan sotib olsam men kamroq ustaga murojaat qilaman. Ya'ni menga ko'proq xizmat qiladi. Aka? Xo'sh, qarang, agar masalan bolgarka oladigan bo'lsak, bolgarkani o'zlari ko'p tarqalgan instrumentlar bo'ladi. Masalan, mana shuni oladigan bo'lsak, bu Eramax firmaniki, mana shu bolgarka Crown firmaniki ham, EPAniki ham, masalan, instrumentlar pashti bular bir xil ichlari. Bularga nimasiga e'tibor berish kerak? Moyiga e'tibor berish kerak. Shestrinalari bo'ladi. Shestrinkalari o'lsa bo'ldi. O'sha almashtirishingiz kerak. Agar buni moylaydigan bo'lsangiz, bu 3-4 barobar ham umri uzoq bo'ladi buni. Еще keyin bunda o'rtacha bolgarkada iloji boricha beton kesmaslik kerak, yog'och kesmaslik kerak. Beton kesishga, yog'och kesishga o'zi boshqa instrumentlar bor. Agar har bir narsaga uraveradigan bo'lsa bu instrumentni tez o'ladi bu. Tez buziladi, keyin nima qiladi? Keladi, sen bergan narsa yaxshi chiqmadi deydi. Shuning uchun har bir narsani ishlatishda prinsipi bor-da o'zini. Ana shuning uchun aytmoqchi bo'lganimiz, har bir narsani aka buzilmasligi uchun qoidasiga qarab ishlash kerak-da. Xo'sh, agar shurpayorimizga keladigan bo'lsak, bu shurpayorlar patron temirli bo'ladi, buni plastmaslari ham bo'ladi, oddiy. Bularda o'zini bloklari bo'ladi, avtoblok. Qotirganda patron yechilib ketmaydi. Hozir yangi chiqqan vipiskalar vashni zo'r chiqdi. Bu 5 o'tishni. Bu suvga tushib ketsa ham ishlayveradi bu. Shunaqa joni qattiq instrument. Bularda ham nimaga e'tibor berish kerak ishlatganda aslonoy mana bu knopka bilan platas ketadi, aslonoy ketadigan narsalari mana shu. Hadeb buni bir xillar bor, ishlatib o'nchoq qilib tashlaydi. Bular bo'lmasa ishlatib o'nchoq qilib tashlaydi. Tepada o'zini 3 ta poложенияsi bo'ladi. Отбойник, perforator, shurpayorlari bo'ladi. Buni esa qo'ldan kelguncha отбойнигini kam ishlatish kerak. Chunki bu u perforatorda ishini qiladigan instrument emas. Tez to'kiladi, zapchastlari bor. Bularni ham orada olib kelib ichlarini tozalatib turish kerak. Ichlari chang bosib, juda rasvo bo'lib ketadi. Ana shuni orqasidan ketadi. Shuning uchun iloji boricha har orada olib kelib ichini tozalatib, patronlarning ichini iloji boricha orada sal-sal moylab turish kerak, patron o'lib qolmasligi uchun. Mexanizmga kerak bo'lsa, mexanizmni ham orada moylab tursa, juda ko'p xizmat qiladi. Xo'sh. Keyin perforatorga keladigan bo'lsak, mana bu Eramax juda ham joni qattiq perforator. Bu perforatorlarda aytadigan bo'lsak, ancha-muncha zapchasti bor. Еще men maslahat beraman, shunaqangi zapchasti bor, perforator ishlatish kerak. Chunki buni yakri ham, obmotka tomonlari ham, mexanizm, shestrina hamma narsasi bor-da, muammo yo'q-da buni. Aytmoqchi bo'lganim, ishlatish kerak. Mana shu o'rta qismi aslovnoy moy bilan turish kerak. Har bir oyda kelib tekshirib moylab tursa agar juda zo'r xizmat qiladi. Tepada shatun tomoni bor, salniklari bo'ladi. Tepa qismini ochib, buni ham moylab tursa juda ham zo'r bo'ladi. Chunki bu agar qurib qolsa udar bermaydi. Udar bermagandan keyin yakirga nagruska keladi, bosib ishlataveradi. Shuning uchun bu perforator 28 yozilgan markasida
28 dan qalin bo'ra qo'yish mumkin emas. Kimlardir bunga stakan qo'yib, nagruzka beradi, ichida komplekt shestinasi bo'ladi. O'ladigani o'sha aslovnoyi, o'sha komplekt shestinasining hisobiga tez o'ladi. Bu stakan qo'yiladigan instrument emas, bundan kattaroq baquvvat perforatorlar bor. Ana shu bilan ishlagan afzal, chunki ko'p ustalar konsertni ustanovka qilishga yo beton teshayotganda dimoxod uchun mana shunaqa kichkina perforator foydalanadi. Yo'q, bu uning uchun mo'ljallanmagan. Buni o'zini qiladigan ishi bor. Bir pog'ona pastda. Bundan kattaroq perforatorlar bor, ana shu ishni qilib beradi. Aslida e'tibor beradiganimiz tepasi bilan o'rta qismini moyiga katta bo'ra qo'ymasdan, еще stvol tomonlariga orada litol, yaxshi litol qo'yib, svirlo qo'yib ishlatsa, stvol kengayib ketmaydi. Chunki temir-temirga tekkandan keyin yeyilish ko'p bo'ladi-da. Agar buyog'i ham litol bilan ishlatilsa, uncha-unchaga yeyilmaydi. Temir bilan temirning orasida moy bo'lsa, yeyilmaydi uncha-unchaga. Agar quruq bo'lsa, yeyilib ketadi. Mana shu narsalarga e'tibor berasizlar, ishlaydi xudo xolasa, mazza qilib odam bosib foyda ko'radi. Xo'p, sizga katta rahmat. Mana shunday ajoyib maslahatlar uchun. Demak, aziz do'stlar, agar mana shuni texnikalar sohasida qiziqishlar bo'lsa yoki qo'shimcha savollar bo'lsa, shu akamizning raqamlarini albatta mana ekranimizda qoldirganmiz. Bemalol o'zlariga aloqaga chiqib, qiziqtirgan savollaringiz bilan murojaat qilasizlar yoki texnikalarimizni remont masalalarida ham yordamlar so'rasalaring bo'ladi. Demak, manzillarimiz Sirdaryo viloyati, Guliston shahri aziz do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xo'p. Mayli akajon, salomat. Yana bitta sizlar uchun qiziq narsamiz, demak, mana ko'rib turibsizlar, bu mashhur firma, demak, bu ko'pchilikka tanish firma, demak, juda ham ishonchli, sifatli bo'lgan ana shu shurpayorimiz bizda ustalarimizga yoki oddiy uyda xo'jalik ishlarida ba'zi erkaklarimiz o'zlari ermakka ishlatishadi. O'shanda qulaylik yaratish uchun mana shunday ajoyib, demak, sifatli texnikamiz. Sekin-sekin buni ham ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib. Demak, mana bu yerda qo'shimcha batareykalar mavjud. Mana shunday ajoyib, juda ham ajoyib mana texnikamiz. Bu yerda fonarlari bor. Xo'p, ichlari metal ko'rinib turibdi. Demak, og'irgina, baquvvatgina. Demak, biroz ustaka, bu haqida gapirib bersangiz, ozroq. Bu Makita brendli shurpayorimiz 5 shotchni hisoblanadi. Shotkali emas, 5 shotchni. 48 voltli ikkita batareykasi bo'ladi. Ichida patroni 13 patron. Tepada ligrovka bo'ladigan birinchi kurs, ikkinchi kurslari bor. 48 voltli, ichida nasatkalar komplektida chiqadi. Ichida 20 dan oshiq nasatkalar chiqadi komplektida. Buni narxiga kelsak, narxi 250 ming so'm. Atigi 250 ming so'mga, atigi 250 ming so'mga aziz do'stlar. Nima uchun aynan shu shurpayorimiz arzon? Bu shurpayorimiz birinchi qo'limiz ham Toshkentda o'zimizda birinchi qo'l sklat narxi bozorga mana shu o'zimizdan tarqalib ketadi magazinlarga ichkarida. Shunday. Demak, aziz do'stlar, tushunib turibsizki, bu birinchi qo'l bo'lgani uchun to'g'ridan to'g'ri Toshkentdan olib kelishadi va bu yerdan tarqaladi. Demak, shuni hisobiga biz o'rtada posredniklar, ya'ni o'sha ikkinchi, uchinchi odamlarsiz biz buni to'g'ridan to'g'ri sotib olishimiz mumkin. Shuning uchun aynan mana shunday sifatli texnikamiz arzimagan pullarga. Demak, raqamlar bor, qo'ng'iroq qilamiz va o'zimizga kerakli xohlagan texnikamizni sotib olishimiz mumkin. Demak, shuning bilan bugungi obzorimizda o'sha texnikalar haqidagi suhbatimizni ham nihoyaladik. Xudo xolasa biz bu bilan cheklanib qolmaymiz. Albatta, yana bu yerga xudo xolasa albatta kelamiz va sizlar uchun qiziqarli bo'lgan barcha qo'shimcha ma'lumotlarni yana ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.